Yaxshimisiz do'stlar, men Yandabayan. Bugun ko'pchilikning kuchli talabiga asosan vahimalik bir böcüning kinosini so'zlab bermoqchi. Alohida eskartish. Yangi olgan kaltishtimlarni maynatib ketmisin desanglar, bu kinoni eng yaxshisi tozliq uyda o'tirib ko'ranglar. Kinoning boshlanishi bilan bir akshi shoshidon o'shatdi. Bir shunchalik qiz yana ostona keldi. Uyay bunda kinoni bir yil ko'rganda quvvatlatdim deb telefonning ovozini bo'shaytib o'jroyni ishidan taqab turishimga asli bu ishkisi aroyo chiqib qoldi. O mana qiziydigan bo'ldi deb turishimga nadim birisi kelib ishkini qiqib qoldi. Tabii bunda vaqtda ish ko'rganlarga bosh personaj Joni taloq chiqib qo'ydini kirib oladi. O ishkisi qo'ydini shaloq shuluq qilib ketishi bilan ichida intayin set bir yog'och qo'chaq chiqdi. Uyay jinim, nimda chiroyli qo'chaq bu? Menga aytmadingizmi? Nimda otqansa xotin beshinga to'shun ishdan tatib olmagansa, moshina chiroyli qilib otamsa. Uyi bola qilib olayimki deyman. Nim deydigansa xotin oshxonadagi no'g'ishni ishlasang bunda set bo'lib turmaysa, bo'ldi men chiqib tomoqqa kiraysan uyqunuqligini deb taloq chiqib ketadi. Taloqdan narsa yetib kirgan Joni uyga kirib og'ziga guldimbini qistirib ayolni izlashni boshlaydi. Jinim xotin, Hongjo Yangju tayyago. O'jroyning oldidagi qonni ko'rgan Joni intayin cho'chib ketadi. Opla, nima degan jiqqan bu? Bugun ish pishmaydigan bo'ldi-da. Bu chaqda yotqanning ostidan ayolning ovozi chiqdi. Ha, xotin, yangsan qurut. Moshta vaqtimi langmallikdan yonmadan deb osta berib yotganni tatib etdi. Yotqan ostidan ayolning intayin qo'rqinchli bir ko'rinishi chiqdi. Ammo lekin bu ko'rinish intayin qo'rqinchli. Men tomoq yeyish oldi qidim ko'rib etdim. Munosabatli xodimlar Jonini olib tekshirib so'raydi. Ey, sen nimaga uning tilini julutsa? Ha? Ayoling qo'tujig'ini gunohmiki? Ayol kishi degan ashta bat qiladi. Til degan yaxshi narsa. Mayli at deganda mayli kashta bo'lsin, bek asqatib emasmi? Ayolimning tilini zodi kim yurib etgan bo'g'aydi? Qallisidan o'tmagan Joni uyini oqtirishga boshlaydi. Hamda yog'och qo'chaqni sog'an chamadondan bir xatni bayqaydi. Nima? Mary Shaw? Keyindagi chiyxit o'chab ketmagan bo'g'aydi? Ha, to'g'ri. Mary Shaw. Jonining qonasiga tuyuqsiz bir qo'rqinchli hikoya kelib qoladi. Hamda darhol qo'chaqni ilib uzun yil ko'rishmagan datsining yeniga yo'lga chiqadi. Jonining datsi intayin boy kishilardan bo'lib shahardan yiroq bir yerda o'tiradi. Uzun yil ko'rishmagan datsining quruq qo'l kelgan Joni qat'iy nomus qilmay ishini chekib oladi. Ishning ichidan video degidek bir cho'kan chiqib Joniga quchoq ochadi. Uyay Joni, yaxshimi? Men sizning 4-uyga yapingiz bo'ldimi? Joni hayron qoladi. Mana Isil dada yangzang shash, og'an xotining mendan yosh. Kep qapsiz-g'u bolam, uyga kiring. Dadamning ahvoli qandaroq? Bir ensirmang dadingiz juda shirdek turdi. Amniyati bu shirdek dadisi bir meyib shir bo'lib, aralashib qolgan uzun yil bo'lgan edi. Joni dadisidan Marishonning hikoyasi zodir rasmi yog'immi deb so'raydi. Dadisi bo'lsa, nat yolg'on gaplarga ishilib, uysak susta aqtilgan bir nima ekansan. Sendek bir nimalarni ko'rsam, patanga birini sog'im keldi. Chiqa uydan deb qo'g'lab chiqarib yutdi. Ertasi motam murosimi intayin dog'dog'liq o'tkazildi. Motam murosimi tugishi bilan tuyuqsiz nadan chiqqan bir sarang xotun Joniga esida oladi. Ey balam, taloq chiqarsangiz, xapolmay menga bir chomi finakil beralamsiz. Jonga bosilib bo'laveradi. Men odat tatma yevrma qanday bo'lsa. Ey, tursan ku qo'ysanmi uyga, o'dini? Qo'ygan uyga nim bo'lsang bu yerda. Joni qattiq xapolmoqchimi? Mushu taloq chiqarmagan yo'q, olochiq so'zlaydigan qoldi. Mana uyga Mary Shaw qattiq qiziqqan Joni oldidagi qavrni ichib qattiq hayron qoladi. Mary Shaw bu ishdan qattiq cho'chigan Joni xat Mary Shaw shamolni bir yig'imsan deb sat qo'chaqni opirib ko'mab yutdi. Ishlarni tugatgan Joni uyga qaytib, uf deb, endi xudo xotinni qayerdan topsam bo'ladi deb turishiga o'ylamagan yerdan bu sat qo'chaq yana paydo bo'lib qoladi. Bu ishni amaliyot razvich qavli qilgan bo'lib, Jonini kechda yolg'iz sirab qolmasin, ayol yo'q chog'da hamroh oldigan bir narsa kerakdi deb, bu sat qo'chaqni ko'chilab chiqarib qo'ygan edi. Hey, ko'chilmaydigan yana ko'chilmi sanmamdi. Xapolmag'ina, ko'chilab ko'nab qopdi. Uni ustiga bir o'ldan qo'chaq yangan. Kechda bag'baq qilib yotmamsa, ertasi Joni bu sat qo'chaqni ko'tagach, Xiaomi fanni elib yurib sarang mo'mayni yo'qligini keldi. Hamda Mary Shawning hikoyasini so'zlab berishni so'raydi. Mo'may Mary Shawning gapini anglab qattiq cho'chib ketib qichib ketdi. Voy bo'lsa voy bo'ldi bolam, men deb bir har qanday gap bo'lsa mendan so'radi. Hikoyasini boshlaydi. Mary Shaw ayni vaqtda jiroq yaqinga tangli qo'rsoq so'z mahoratsi bo'lib, kinlikdan chiqqan ovoz bilan yog'och qo'rchoqlarga ovoz berib, haqlarni kuldiradi. Bir qadimlik kechakda Mary Shaw toza nomer o'rlayotgan chog'da nadin chiqqan bir shumtakki og'zini bosmay baloqlab ketdi. Men-ku bilmay onu, yo'g'on gap qotdi. Yo'g'on o.
Uyan degan. Ko'pchilik uning nafrat bilan qarab etdi. Senli bilsa, sen yomon, easy, tamam. Mary Shaw bo'lsa bir xil gangachilikda o'yinni oxirlashtirib oladi. Netchaptidan keyin yiliq vat bo'dak bola tuyuqsiz yo'qolib ketadi. Ko'pchilik Mary Shawdan gumonlanib, vaqirtib turib Mary Shawning tilini kesib oladi. Shuningdek, mush ishga qatnashib boqqan odam bo'lsa, jiddiy jamiyat bo'yicha hammasi uyda tili jurnalitilgan holatda bo'lib o'lib qoladi. Esingda bo'lsin o'g'lim, Mary Shaw faqat vaqaxalla odamning tilini juruytidi. Shu anglasi odatda ozga qilib vaqamay og'zini yumib, jim o'ldi. Joni bo'lsa bu o'yinning gapiga pisand qilmay, Mary Shaw ayni vaqtda o'yin qo'ygan yerga berib ishni inoqlamoqchi bo'ladi. Bu chog'da bo'y yer ostiga tushib, o'zining tutlarini ilib Gulmaramga bir chalay deb turishiga, nadin chiqqan Mary Shaw kelin do'stlar o'ynayli, hech kim chetda qolmasin deb bu o'yinni cho'kkina birini suyab, tilni julib oladi. Mary Shawning yosh qo'choqlarini kuydirib etgan dil Mary Shawning yo'qaydiganligini bilgan Joni razvedchikni boshlab Mary Shawning o'yin qo'ygan yeriga bordi. Hamda bu yerda intoyinjiq yosh qo'choqlarni bayqaydi. Bu chog'da bir yosh qo'choq tuyuqsiz Jonini chaqirdi. Ey Joni, oshq mashqlar bayramiga ulguribdi bo'ytaq bo'lding-da. Muborak olsin. Makla birini suyab qo'yay. deb Jonining o'ng mag'ziga yalab qo'ydi. Ishtinaga sivtay deb qolgan Joni razvedchik bilan birga qo'rchoqlarga o't qo'yib etib, ushqandek qochib ketdi. Halokat razvedchik qochish jarayonida diqqat qilmay baqirib sog'liqdan tilini Mary Shawga berib yutib qoladi. Joni bo'lsa o't optidan foydalanib o'ngishli qochib oladi. Mana, eng oxirgi bir qo'choq qoldi. Shuni kuydirib etsak, Mary Shaw taltuks tugaydi. Hamda qo'choqni og'ini bo'y mo'maylarning yiniga boradi. Voy bo'y. Men nima dedim deyshashiga boshqa cho'kanlar bilan tushmang deb. Mo'ma, qo'choqni bo'mizga nima bo'ldi? Qo'choq soatni ketdi. Voy Joni. Qo'choqingizni dadingiz akatdi-ku. Meyib odamdek quvvatdi. Qachonlardan mang'alaydigan bo'lib qoldi bilmadim-ku. Joni darhol dadasining uyiga kirib, qo'choqni tep o'tqa silib, Mary Shawdan o'ngishli qutulib qoladi. Mary Shawni yo'qotdim deb o'ylagan Joni dadasini bu yerdan akatmoqchi bo'ladi. O'ylamgan yerdan amaliyotda Jonining dadasiga o'lgani natijali bo'lgan bo'lib, jiliga qurib ketgan edi. Mana, xotinni jiqosa jiliga qurib ketdi degan gap bekor emasdi. Jonining dadasiga zodi kim qas qildi? Mary Shaw zodi tugmadimi? Bu kinoning tafsilotiga qiziqqan bo'lsangiz, bizga texnik e'lon bermagan shu turbatlarni izlab topib ko'rsangiz bo'ladi.